Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib quyosh panellari savdosini noldan boshlab 3 milliarddan oshiq savdogacha qanaqa qilib olib chiqqanimizni to'liq tushuntirib beraman. Bir yaqin akamiz bizga murojaat qildilar. Murojaatda ular quyosh panellarini an'anaviy holatda, ya'ni qandaydir tashkilotlarga borib yoki bo'lmasa boshqa usullarda sotib yurganlarini aytdilar. Biz aytdikki, unda keling, unda birgalikda call center qilib, sotuv bo'limini qurib, birga ishlab ko'ramiz, ya'ni o'sha lead generatsiya qilib va buni to'laligicha kuzatamiz deb ular bilan kelishdik. Va hozir shunda bizdan necha pul ketganligi, qanaqa harakatlar qilganimizni, ketma-ketligini chizib tushuntirib beraman va qancha prodaja qilganimizni ham hammasini ochiq aytamiz. Demak, birinchi qilgan ishimiz nima bo'ldi? Birinchisi, bizga qanaqadir joy kerak edi. Joyni biz oldik, ofisni $400 arendaga oldik. $400 arendaga oldik. Undan keyin bizga xodimlar kerak bo'ldi. Xodimlar oldik. Biz call centerga 3 ta xodim oldik. Demak, bu asosan bizga tushgan zaявkalarni обработка qilishi uchun kerak bo'ladi. 3 ta xodim oldik. Umumiy holatda ularni oyliklarini aytib turamiz. 3 million, 4 million atrofida bo'lgan. Hozir hamma narsani shu yoqqa yozamiz. Demak, 3 kishi bo'lsa 12 million yozamiz. U yoq bu yog'i $1000. Undan tashqari ofisga internet va hokazolar kerak bo'ldi. Bu har oy to'lanadigan bo'lgancha buni ham yozib ketaman. Bundan tashqari bizga baribir mutaxassislik kerak bo'ladi. O'zlarining komandasidan biz mutaxassislarni oldik. Nimaga? Chunki bizda qizlarimiz yangi bo'lgani uchun bularga ma'lumotlarni tezroq berib, qaysidir сделкаlarni yopishga yordam berish uchun. Ularni ham bu yoqqa qo'shib ketaman. 3 ta mutaxassis qo'shimcha olganmiz. Ularning oyliklari menga ochiq emas. Taxminiy hisoblab ko'ramiz. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Bular nima uchun oldik bulardan? Chunki bu yangi olingan qizlar, umuman quyosh panellari haqida ma'lumot yo'q va bularning qaysidir savollarga javob berib turish uchun biz buni qo'shdik. Shuning uchun bu yoqda mutaxassislik kerak edi. Boshida 2 ta qo'ydik, keyin сделкаlar ko'payib ketdi. Qaysidirida o'sha birinchi etapdagi обработка qilgan qizlarga yordamchi kerak bo'ldi, keyin 3-chisini qo'shdik. Umumiy hisobda men oyliklarni yozib ketdim. Va bizga kerak bo'ldi nima? Bu targetolog. Chunki target yoqish kerak, undan tashqari videolarni tayyorlash kerak. Videolarni tayyorlashga alohida mobilograf oldik. Bu vaqtinchalik har bir videoga pul to'lash uchun, alohida bitta targetolog biz o'zimiz nima qildik? Nanimat qilib, uni ishga soldik. Videolar uchun umumiy adashmasam $200 ketdi xolos. Qaysidirlarini men 2 ga ko'paytiraman. Chunki 2 oy ishlaganimizda shu natijaga chiqib kelganmiz. Demak, mana 2 oy, bu ham 2 oy, internet ham 2 oy, mutaxassislar ham 2 oy. Targetolog demak $300 bu 2 oy hisoblaymiz. Videograf bir marta ishlatdik, shu bilan bo'ldi. Undan tashqari bizga targetga pul kerak bo'ldi. Taxminiy hisobda $1000 adashmasam ishlatdik. Demak, bu bizni xarajatimiz edi. Umumiy xarajatlarimiz shuncha bo'ldi. Undan tashqari nima qildik? Birinchi biz yaxshi call centerda ishlagan qizlarni oldik. Bunda biz nimaga e'tibor berdik? Ularni qo'rqmasligi va bozorni tushuntirishga harakat qildik. Tayyor ishlagan kadr bo'lsa, tezroq kirishib ketishlari aniq edi va bu narsani biz o'zimizda sinab ko'rdik. Va bizda bitta narsa sinadik, ya'ni past oylik bilan birinchi ishchi qidirib ko'rdik va juda ham sifatsiz xodimlar va buni uzoq muddatliligini ko'rdik. Keyin men biznes egasiga taklif berdim. Doim bozordan ozgina balandroq bersak, zo'r xodimlar keladi dedim. Keyin bular men roziman. Demak, bu narsani sinab ko'ramiz. Tushundim, men umumiy hisobda 10 mingcha ketar ekan. 2 oyga men roziman dedilar. Mana umumiy hisobda buncha ketmagan. Ular rozilik bildirdilar. Oyliklarni sal balandroq e'lon qilganimizdan keyin darrovda biz xodimlarni ishga oldik. Xodimlarni ishga olgandan keyin qisman o'zimizda tayyorlab qo'ygan videolarimizni ularga berishni boshladik va ularga birinchi holatda, nolavoy holatda qandaydir KPI'lar, ya'ni prodajadan menimcha foiz beramiz, davayt ishlab ko'raylik dedik. Va ularga juda ham qattiq yordam berdik. Nimaga? Chunki ular sota olishligini o'ziga nima qilish kerak, isbotlash kerak edi. Va bu narsa boshlandi. Boshlangandan keyin biz keyingisi target yoqdik. Boshida bu normal holat, juda ham ko'p sifatsiz leadlar tushishi yoki bo'lmasa ikkinchi holati bu sotuvchilarni buni обработка qila olmasligi. Bu ikkala holat ham normal holat. Ko'pchilik shu joyda to'xtatib qo'yadi. Unaqa qilish kerak emas. Agar leadlar ko'p bo'lsa, buni perelidoz deyiladi. Ya'ni o'zi leadlarni ko'paytirib, sotuv bo'limini rostakamiga kuchini ko'rib olish kerak. Ularni bor mощностida ishlatib ko'rish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, har xil usullarni test qilayotganda target doim ham zo'r effekt bermaydi. Bu ham normal holat. Demak, buni qildik va bunda bizda nima bo'ldi? Sekin-sekin realniy klientlar chiqishni boshladi. Ya'ni bizga zaявка qoldiryapti. To'g'ri, biz hozirgi holatda ham ideal holatda ishlamayapmiz. Nimaga? Chunki
qaysidir сделкаlarni zo'r обработка qila olmayapmiz, qaysidirlari biz esimizdan chiqqan va hokazo va hokazo. Umumiy bu narsalarni kontrol qila olmayapmiz. Nimaga? Bu ham oddiy normal holat, chunki soha qiyin, узкий направление bo'lgani uchun bu narsalar sekin-sekin yo'lga qo'yilib ketiladi. Lekin boshidan shu narsani qilganimizdan keyin birinchi, ikkinchi oy, hozir mana 3-oy ham tugatilyapti. Umumiy hisobda 3,5 milliardga umumiy savdo qilingan. Bu qanaqa bo'lgan? Xuddi shunaqa target yoqilgan. Targetlarni, lidlarni ichidan kichkina summalik, masalan aytaylik 20 millionlik, 50 millionlik, 30 millionlik va hokazo bo'lganda, bularni ichida lidlarni ichida bitta katta lid tushgan. Ya'ni lidni bittasini o'zini taxminiy kelishuvi 2,5 milliard bo'lgan. Ya'ni juda katta qismini olib chiqib ketgan. Bu nima degani? Agar siz ham umumiy shunga o'xshash sohada bo'lsangiz, bemalol targetga ishlatishingiz mumkin, chunki ularni ichida baribir baliq tutganga o'xshagan katta baliqlar ham bo'ladi. Faqat shunga mos sizda podxod bo'lsa bo'ldi. Lekin bu degani faqatgina katta baliqlarni tutaman, kichkinasini tutmayman degani emas. Hammasiga e'tibor berish kerak. Bizda ham masalan 3,5 milliard qilganimiz bilan taxminan 2,5 milliardi bitta сделкаga to'g'ri kelgan. Undan keyingisi ham agar bitta сделкаga to'g'ri kelganda edi, men buni juda ham xatarli deb hisoblardim. Nimaga? Juda ham biz ko'p lidlarni обработка qilamiz va bitta ikkitasi o'xshab qolishi mumkin deb. Lekin undan keyingi 1 milliardida сделкаlar juda ham ko'p. Ya'ni 50 millionligi bor, 100 millionligi bor. Mana shunaqa, ya'ni bu degani bu ham norma. Ya'ni umumiy bozor yaxshi rivojlangan, takliflar bor va to'g'ri обработка qilsangiz bo'ladi. To'g'ri обработка qilganingizda kichkinasi ham chiqadi, kattasi ham chiqadi. Va bu bizda hozirgi holatda 3 oylik natija. Umumiy 3,5 milliard so'mlik сделкаlar qilingan va bular уже jarayonlarda ketyapti va topshirish jarayonida turibdi. Nima xulosa qilsa bo'ladi? Endi bundan ko'pchilik so'rashi mumkin, qancha foyda qildi deb. Bu narsa bizga yopiq. Agarki bu ochiq bo'lgan edi yetardik. Masalan, men bilmayman bundan qancha foyda qilishini, taxmin qilib ko'ramiz. Agar buni biz 10% bilan marjinalimiz bilan oladigan bo'lsak, bu 350 million. Demak, biz bu summani 15% bo'ladigan bo'lsa, bu joyda 525 million so'm. Nima bu? Sof foyda. Umumiy olganda shu. Endi siz aytishingiz mumkin, sizlar nima qilib berdinglar deb. Biz birinchi o'rinda qilib bergan narsamiz xodimlarni topib berish, undan keyingisi bularga to'g'ri sistema qo'yish, o'sha KPI'da plus CRM sistemasi. CRM sistemani qo'yib, ularni o'sha texpoddershkasini qo'yib, ularni o'qitib, qanaqa gaplash kerak, qanaqa nima qilish kerak, hammasini qilib berdik va bunda shu natijalar kelib chiqdi. Agar sizga ham shunaqa natija kerak bo'lsa, o'ylanib yurgan bo'lsangiz, ikkilanib yurgan bo'lsangiz, bozor bormi, yo'qmi deb bemalol murojaat qiling. Biz bozorni o'rganib chiqamizda, sizga to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilamiz. Biz ham oldindan bilmaymiz, lekin bozorda qaysidir elementlar bo'ladi, ular bizga signal bersa, xuddi shu akaga o'xshatib bosish kerak deymiz. Chunki bular ham xuddi shunaqa ikkilanib keldilar, qilsa bo'ladimi, yo'qmi, qilib ko'raylikmi, yo'qmi? To'g'ri, bu boshida xarajat bo'ladi, lekin Xudo xolasa o'zini oqlab ketadi. Tushunishinglar uchun bu joyda, demak, mana bu xarajatlar bu yoqda yozilgan 7800 va bu 525 million taxminan anaqada foyda. 7800 ni hisoblasak, taxminan 100 million bo'ladi desak, buni chiqarib tashlasak, 425 million yoki bo'lmasa narigi holatda 250 million atrofida foyda. Agar sizlar ham o'zingizlarning faoliyatingizda shu narsalarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasam sotuv bo'limini qurmoqchi bo'lsanglar, KPI ni qo'ymoqchisizlar yoki call center tashkil qilmoqchisizlar, qaysidir qismlarini men bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, forma qoldiraman. Nima faoliyat, nimalar xohlayapsizlar, bularning ma'lumotlarini qoldirsangiz, men siz bilan bog'lanaman.